Bugun ACCA tashkilotini biznes forumi bo'lib o'tdi. Aynan ACCA finans sohasida, moliya sohasida kadrlarni tayyorlash va ish beruvchilar va ACCA ga o'qitadigan barcha bu markazlar, maktablar, universitetlar hamkorligidagi bitta davra suhbati bo'ldi. ACCA ni o'qigan, qo'lga kiritgan har bitta talaba qanaqa imkoniyatlarda auditor korxonalarda, katta KPMG korxonalarda ishlay olish imkoniyatini qo'lga kiritishlarini bilib oldi. Hozirgi kunda hammamiz uchun aktual bo'lgan sun'iy intellektni aynan moliya sohasida qanday qo'llash, unga qanday tayyorgarlik ko'rish va sun'iy intellektdagi programmalar moliyachilarga qanday tahdid yoki imkoniyatlar yaratilishini ko'rib chiqdik. Bugun kichkina bir davra suhbatimizda umumiy tashkilotda Ixlos maktabimiz uchun ham juda ham yaxshi yengillik bo'ldi. Aynan maktabimiz bitiruvchilari ikkita auditor tashkilotidan ish imkoniyatlarini olish, ya'ni amaliyot o'tash imkoniyatiga ega bo'lishdi. O'zlarini olgan nazariy bilimlarni endi auditor korxonalarda amaliyotda qo'llash imkoniyatiga ega bo'ldilar.